Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz Quvasoy shahri Oqtosh tumaniga navbatdagi oshxona mebelimizni o'rnatgani keldik va ustanovka qilib oldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Рабочий aligini barni stol qilingan. Keyin bu yerlariga, bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, podключик o'rnatilgan kuxniya. Plafonlarigacha, keyin dimoxodlari, gazlarigacha yonyapti. Podключик hamma yo'llarini cho'tki qilib o'rnatib berilgan. Oshig'i-moshig'ilari keladigan bo'lsak, oshig'i-moshig'ilari vakuum bo'ladi, yosh bolalarda qo'li qisilmaydiganidan bo'ladi. Рабочий stollarini rossiyskiy, orqalarini granit qilib, hattoki to'klarigacha tortib ulab berilgan. Endi rakovinalarigacha ulab, keyin ichki tomonlarigacha, sushkalarigacha qo'yib ustanovka qilib berganmiz. Mana bu akamizni uylariga kelib mana mehmon bo'lib turibmiz. O'zimiz Andijondan mehmonimiz bu yerda uyga kelib o'rnatib berdik. Mana bizning ishlarimizdan mamnun, rozi-rizochiliklari bilan qo'yib ketilyapti, xudo xolasa. Assalomu alaykum hamshaharlar. Rahmat shu fazilga o'tkazishga. Ularning reklamasini ko'rib, telefon orqali internet zakaz qildik. Ular dard ko'rmasin. Topganlarini yaxshi kunlarda ishlatsin. Nimaiki maqsad qilaylari o'zi qilgan maqsad yetkasin. Bizni zakazlarimizni mana bekam ko'z qilib, yasab, kelib razmega olib ketib, mana bugun qilib olib kelib o'rnatib berishdi. Bularda nimaiki maqsad tilagi bo'lsa, Xudoyim maqsadiga yetkazsin. Ular dard ko'rmaylar. Xudo xolasa. Doimo shu xalqimizni xizmatida bo'lib yuradilar. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga. Telefon nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Kimgaki zakazno yoki tayyor ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hammalarga shunaqa chiroyli qilib oshxona mebellarini yasab beramiz.